Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana biz yangi obyektimizni bitkizdik. Akfa'ni yangi chiqqan Aldox Neo profilidan zolotoy dub ranglarda qilib berganmiz. Mana katta joylariga 10 onisi bilan 6 layne solganmiz. Qolgan joylariga 4 oq layne solganmiz. Hozir taylarga alkofon qo'yganmiz. Ochib yopiq ishlar juda ham cho'tki chiqqan. Bu obyektimiz joylashgan joyi Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Savxoz qishlog'ida. Ichki holatlari. Mana bitta ochiladigan qo'yilgan. Aldox bir profili 4,5 sm qalinligida bo'lsa, bu Aldox Neo profilimiz 5 sm. Bu tarafi 5 sm qalinligida bo'ladi. Sifati o'ta a'lo darajada chiqdi. Shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa aloqadamiz, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Vodiy bo'ylab xizmat qilamiz. Har qanday turdagi akfa eshik romlarini ishlab chiqarish xizmati mavjud bizda. Bahsi nomerlarimiz bor, bemalol aloqaga chiqa olasiz.